Simit turklarning nonushtasidagi eng asosiy va eng mazali mahsulotlardan biridir. Uni uyda tayyorlash uchun iliqdan ko'ra issiqroq 1,5 stakan sut, 1 paket dro'sh, 1 choy qoshiq tuz, yarim bardak zaytun yog'i hamda yetarlicha un solib yumshoqqina xamir qorib olamiz. Agar haqiqiy turkcha nonushta desangiz, 1 bardak choy hamda mazali simitsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Dunyoga mashhur simitning hidi Turkiya ko'chalarida yurishingiz bilanoq hidi o'ziga rom etadi. Agar uni o'zingiz tayyorlasangiz, uyingizda har kuni turkcha nonushta tayyor. Har biringiz buni uddalashingizga ishonchim komil. Chunki bu sizga notanish bo'lmagan oshirma xamir. Yana bitta kichkinagina sir, har qanday xamir ishlarida eng so'ngida qo'lingizga 1 qoshiq yog' quyib, 2-3 daqiqa xamir bilan yana ishlasangiz, xamiringiz juda ham chiroyli, muloyim bo'lib chiqadi. Xamirimizni oshib chiqishi uchun 20-25 daqiqaga iliq joyga olib qo'yamiz. Ba'zi simitchilar sut qo'shmasdan suvni o'ziga ham xamir qorib oladi. Sizda agar sut bo'lsa, xohlasangiz yarim sut, yarimiga suv qo'shishingiz ham mumkin. Oshib chiqqan xamirimizni menda 8 bo'lakka bo'ldim. Kichkina zuvolachalarga bo'lib 5 daqiqa tindiramiz. Tingan zuvolachalarimizga simit shaklini beramiz. Siz o'zingizga qulayini tanlab qilishingiz mumkin. Men uchun ikkinchi jarayon juda ham qulay. Sizlarga qaysi jarayon yoqsa, izohlarda 1 yoki 2 belgisini qoldirib ketamiz. Men bugun zaytun yog'i ishlatdim. Siz o'simlik yog'i ham qo'shishingiz mumkin. Men tayyorlagan videolar asosan har bir uy bekasi tayyorlay olishi mumkin bo'lgan holatda tushuntiraman. Uyda bor mahsulotlardan iloji boricha foydalanishga harakat qilaman. Sababi ba'zi ayol qizlarimiz retseptda imенно shu yozilibdi, shundan qilish kerak ekan demasin deb, agar bu yo'q bo'lsa bundan ham foydalanishingiz mumkin deb aytib o'tib ketaman. Simitlarimizga shakl berib bo'lgandan so'ngra turklarda uzum pekmezi deydi, o'zbekchada uzum shinnisi deydi. Ayrim joylarda qanaqa deyiladi, to'g'risi men topolmadim. Bilganlar izohlarda yozib keting. Xullas, uzum shinnisidan 2 qoshiq va 3 qoshiq suvni aralashtirib olamiz. Bir idishga shu suyuqligimizni, bir idishga kunjutimizni qo'yib olamiz. Videoda ko'rsatilganday simitlarimizni oldin uzum shinnisi suyuqligiga yaxshilab botirib, so'ngra kunjutga har taraflarini botirib chiqamiz. Tayyor simitlarimizni qizib turgan duxovkamiz 200 gradusda qizarguniga qadar qoldiramiz. To'g'risi, mazasini izohlashga so'z topolmadim. Turk qardoshlarimiz meni tushunmaydi deb o'ylayman. Bundan-da mazali simitni yemagandim ochig'i. Sizlarga ham video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lmaganlar menga obuna bo'lib, ushbu videoda simit tayyorlashni bilmagan do'stlaringizga yuborib qo'ying.